Köy hafta patpeçikleri. Bugün Xudo xolasa 2025 yıl 21 Mart günü berem keyfiyeti hemmenize zor olsun. Beremden yaxşı oturup alınlar. Sizlere karanglar. Beremde 2 maşin, 1 avtomat, 1 mekanik aksiya koyup verecekmen. Karanglar. Maşinimiz 2022 yıl 4 tane paket balon koyulgan. Maşinimizin salon kısmı zor. Pultları bağ 908 pultlar koyulgan maşinimize. Mekanike karobke. Salonda, kuzuptan işi yok, rasxotu yok, millet cayına metan gazlar ham koyulgan maşinimize. Maşinimiz ponni şumka bolgan. Hemme narsasi tayyor holatda, fakat bir şoförkamiz yedemeke. Maşinimizni qiziq alacay, qaranglar, 2022 yil 64 ming kilometr, yani metan gazlari bor. Maşinimizning eng zo'r joyi, qiziq alacayı, eldinden gelaslar 6 milyon so'm beraslar. Notarius organizasyoniz klasla eldinden 6 milyon so'm, aylık to'lov 4 milyon 400 ming so'mdan 5 yilga chiqadi. 6 milyon so'm bilan esa Xudo xolasa mexanika korobka 2022 yil Gentra'mizni qo'yib berdik. Hozir avtomatlam shu svetda avtomatlam qo'yib beramiz Xudo xolasa. Aylık to'lovni tushuntirdim. 5 yilga 4 milyon 400 ming so'mdan Notarius organizasyoniz klasla. Bartera, Tiko, Matizimiz bo'lsa, 2 sangiz hisoblab qilaveramiz. Buni chiqarib beramiz kreditda.